Her şereke bir taşlardan basın. Ovozni eshitmaganman. Shular. Ayollar ketamma, odam turibdi. Assalomu alaykum. Serial haqida ozgina tushuncha bersangiz rejissyor tarafdan. İffet serialimiz shu bir payhon bo'lgan muhabbat voqeasi haqida. Endi to'y bo'lishi rejalashtirib turilgan bir ikkita sevishganlarimiz erkatoylik va nima deydi, to'qlikka sho'xlik evaziga buzilib ketgan yosh yigitlarimiz o'sha qizni buzib qo'yadi va voqealar shu tartibda rivojlanadi. Intrigalarga boy. Otashabi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Iffat serialidagi rolingiz haqida ozgina tushuncha va nima uchun aynan mana shu rolni tanlagansiz? Iffatgacha bo'lgan seriallarni agar odamlar ko'rishgan bo'lsa, ko'pincha salbiy qahramonni o'ynardim. Ijobiy qahramonni o'ynash o'zim uchun ham qiziq bo'lgan. Qolaversa ssenariy syomka jarayoni boshlanishdan ancha oldin menga yetishgandi ssenariy haqida. O'zimga juda qiziq tuyulganligi uchun shu rolni o'ynashga qaror qilgandim. Endi uni qay darajada tomoshabinlarga yetkazib beryapman, buni tomoshabinlarning o'zi baholaydi. Serialga keladigan bo'lsak, voqea endi boshlandi. Hali oldinda juda ham bundan ham qiziq intrigalarga boy voqealar bor. Albatta ko'ring, kuzating. Ketkizgan vaqtingizga Xudo xolisa achinmaysiz. Rahmat. Da. Tushib ketdingiz ona. Kız, значит O'zingni qo'lga ol. Shunaqa ol. Ana, o'zingni qo'lga ol. oyi, Kamran o'zingni qo'lga ol endi. Bo'ldi. oyi, Odasiga kelib shunaqa. keldim oyi. Har doim yolg'onlarni kutib o'tiramiz. Yolg'oni to'g'ri dada. Kamran hammasi Sizlar bunaqa kiyib oldingiz. Bolam, menga qara. Zot, sizlar joydami degan bunaqa. Kamron, o'zing. Ya oyga va'da berganman, seni va'daga. Allohning irodasi shunaqa ekan. Nima qilaylik endi? O'zingni bos. Bosta. O'zingni bos. Bolalar ishlayapsizlar, sizlardan bir-biringizga qarayapsizlar, tomi ketyapti. Sog'. Ana shu qo'yganda, o'zingni bos. Kamron. Sabr so'rang. Kamron to'g'ri. Hey, Kamron. Kamron. Astagfirulloh, unaqa emas-tur. Ha, unda nega uni uyiga ishga kirdingizmi? Bo'lmasam nimaga uni uyiga ishga kiradi? Siz nima deb o'ylaysiz? Siz mana nima deb o'ylaysiz? Ularga men osilganman. Faqat men aybdorman. Ulardan kechmang, iltimos. Men ketaman. Hayotinglarni tark etaman. Faqat Bekzod akani kechirsangiz bo'ladi. Iltimos, meni kechiring. Iltimos, meni aytmang. Men aytadiganimni aytib bo'ldim. Men aytadiganimni aytib bo'ldim. Ketdingiz usta.
to'g'ri, tashqaridan qarasa bu noto'g'ri. To'g'ri, tashqaridan qarasa bu noto'g'ri. Lekin o'ylab ko'ring. Lekin o'ylab ko'ring. Men ham o'zimdan o'zim u qizni Bilolni yoniga qo'yib yubormadim. Men o'zimdan o'zim u qizni Bilol yoniga qo'ymadim. Shunchaki bolamning tirik qolishini istayapman. Shunchaki bolam tirik qolishini istayman. Necha kundan beri tirik murdasiga termulib, Necha kundan beri tirik murdasiga terib, yurak bag'rim ezilib ketdi axir. yurak bag'rim ezilib ketdi axir. Zubayda, uzr kelin, meni kechiring. Lekin boshqa ilojim yo'q edi.